Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar azizlar? Bugungi sanamiz 2026-yil 24-yanvar sanasi. Bugun internetda kechqurun -8 deganda hozirgi soatimiz 3:22 o'tmoqda. Soat 1larga kelib qaraganimda -4 gradusda ekan teplitsamiz. Kechikmadimmi deb bir marta ispan tutatdik yaxshilab. Keyin gaz ballonda mana shunday qilib 4 burchagidan olov yoqdik. Biroz bo'lsa-da salgani qizidi. Hozircha hammasi yaxshi. Pomidorlar sog'urmagan menimcha, lekin juda qattiq muzlagan ekan. Pashxonadagi suvlar ham hamma pashxonalarim muzlab qolgan ekan. Hozircha shunday gaplar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar azizlar? 2026-yil 22-23-yanvar sanalarida bo'lib o'tgan sovuqdan keyin pomidorlarimiz juda bir stressga tushib qoldi. Mana shunday kichkina barglari yopilib qolgan. So'laganga o'xshab bir tekis hammasi shunday. O'zi ham kechqurun suvlar muzlab -6 gradus ko'rdimmi? Teplitsani ichidagi termometr pashxonani tagiga turgan. -6 bo'lmasa ham -5lar bor edi. Keyin kechasi bunga ispan tutatdik. Pastki do'galar yopilib turgandi. Ana shu yerlarga ispan tutatib ko'rinmay qolay degan darajada, odam ko'rinmay qolay degan darajada tutatib chiqib, keyin mana shunday gaz ballon bilan, garilka bilan har joydan yoqib chiqdim. Keyin mana shu yerga bitta joyga tog'ora susab yoqib qo'ydim tagidan. Endi baribir shuncha sovuq bo'lgandan keyin mana shuncha bo'lib qoldi ham, Xudoga behisob shukrlar bo'lsin. Mana shunday yemilib qoldi, sovuq urmadi. Bugungi sanamiz 25-yanvar sanasi ekan. Bugun mana shu quyosh chiqqani sababli abetgacha Epen Extra dorisidan sepib tashladik. 20 grammini 5 grammini 20 litr suvga solib sepib tashladik. Endi bunga
qachon quyamiz bilmadim-u. Ertami, ertadan keyinmi? Tomiridan 400 litr suv hisobiga 50 gramlik antarni kislotadan 3 pachka, keyin rotor dorisidan yarim litr, Maximisel degan doridan 250 gram shu dorilarni hammasini 400 litr suvga aralashtirib, tagidan shu 200 gramdan berib chiqmoqchiman. Dorilarni olib qo'ydim. Bundan keyingi qiladigan ishimiz shu. Nasib bo'lsa, mana endi ko'ramiz. Stressga tushgandan keyingi holati. Dorini sepdik, endi natijasini ham ko'ramiz. Mana shunday holatlar. Rangi ham siyoh rang va o'tkir qora o'tib qoldi. Sovuq bo'lyapti endi. Bugun kechqurunda ham 0 gradus ko'rsatgan. Kechqurun shu soat 1 ga 1 tutatgan bo'lsam, ispantda keyin yana 4 ga 1 tutatdim. Ertalab keyin yana bir 7 largami, 8 ga ham tutatdim. 7 bilan 8 o'rtalariga tutatdim. 3 marta izma-iz tutatdim. Juda bir sovuq bo'ldi-da. Shu sovuqdan keyingi holatlari mana shunday bo'lib turibdi. Barglar yopilib qolgan, ochilmagan.